Peter Termiz 15-aprel kuniga belgilangan 12:45 dagi reys, ya'ni 23:00 ga qoldirildi. Kimda kim ushbu reysda biz orqali bilet olgan bo'lsa, hammasiga birma-bir xabar berib chiqdik. Ulardan eshitgan holda ba'zi bir tanishlari o'zlari mustaqil bilet olgan bo'lgan va ulardan reys o'zgarganligini bilib, aeroportdan menga aloqaga chiqishmoqda. Ya'ni ular ertaga 12:45 dagi reysga ertaroq borib shu yoqda kunini o'tkazmoqchi bo'lgan va registratsiyani kutmoqchi bo'lgan. Ammo mendan xabar topgan holda afsuslanib qolishdi va keraksiz yana bir sutka mobaynida aeroportda bo'lishligi kerak bo'lyapti. Ya'ni qaytib ketaman deydigan bo'lsa, borib qaytar yana taxminan 3000 rubl. Shunaqa holatga tushib qolmasligi uchun albatta Kosmos aviakassasiga bog'laning. Agar bilet olmoqchi bo'lsangiz, albatta Kosmos aviakassasidan oling. yoki o'zingiz mustaqil bilet olgan bo'lsangiz ham bizga aloqaga chiqsangiz, reysingizda qanaqa izmineniya bo'ladigan bo'lsa, biz sizlarga xabar beramiz mustaqil har bir reys bo'yicha.